qiz ekan. Canım kızım. Buncha peshonam sho'r bo'lmasa, Nima? meni kechiring. O'g'il bo'lish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qildim. Agar bunisi ham qizligini bilganimda, balkim shuncha payt ko'tarib yurmagan bo'lardim. Bunisi ham qiz degan, bolalaringni kiyintirib ko'chaga chiq. Dadasi, iltimos haydamang. Bir etek qiz bilan qaysi eshikka sig'aman, iltimos meni kechiring. Oldimga tush. Tush mashinadan. Dadasi, sharmanda qilmang. Tush dedim. Qayerga keldik? O, ana bino. Uni oldida turgan odamlar nimaga turganini bilasanmi? Yo'q. Bu eko klinika. Yonida yig'ilib turganlar esa 10 yil, 15 yildan buyon farzandsizlikdan azob chekayotgan insonlar bo'ladi. Ularning orasida chet ellarga borib 3-4 marta eko qildirganlar, hatto umr bo'yi farzand ko'rishga imkoniyati yo'qlar ham bor. Ba'zilari taqdirga tan berib, bolalar uyidan farzand asrab olishga ham rozi. Dadasi, men Aytchi, senga biror marta o'g'lim yo'q deb noliganmanmi? Shunday qizlar bor, 10 ta o'g'ilning o'rnini bosadi. Shunday o'g'illar bor. Qiz farzand undan 1000 marta afzal. Dadajon, xafa bo'lmayman, sizni o'g'lingiz bo'laman. Men ham sizni o'g'lingizman. Men ham. Asalarim. meni kechiring. Qizini bergan o'g'lini ham beradi. Muhimi farzandlarimizning borligi va sog'ligida. Gulday qizlarimni bo'lsa, 10 ta o'g'ilga ham almashmayman deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Little baby, don't you cry, everything's gonna be alright.